vazmin bo'lib turgan paytda boshqa bir rivoyatlarda keladiki, o'limlaridan 3 kun muqaddam huzurlariga Jibril alayhissalom kelgan ekanlar. Ey birodarim Muhammad, sizni hurmatingiz uchun meni Alloh huzuringizga yubordi. Alloh bilib turibdi, ko'rib turibdi. Lekin shundoq bo'lsa ham Habibimni huzuriga borgin. Muhammadni holidan boxabar bo'lgin dedi. Xolis qandoq dedilar. Janob Rasululloh, ey birodarim Jibril, men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Holim juda ham vazmin bo'lib qoldi. Dard meni juda ham ezib qo'ydi dedilar. Ertasi kuni ham Jibril alayhissalom kelib boxabar bo'lganliklari, 3-kuni Rabbiyul avval oyini 12-kuni dushanba kuni ekan, Jibril alayhissalom yana keldilar. Kelganlarda o'zlari bilan birga hamroh qilib Hazrati Azroil alayhissalomni olib kelgan ekanlar. Payg'ambarimizni huzurlariga kirib, ey birodarim Muhammad, men sizni huzuringizga keldim. Bu gal o'zim kelganim yo'q. Yonimda Hazrati Azroil alayhissalomni olib keldim. Agar ijozat bersangiz Hazrati Azroil alayhissalom joningizni bugun oladi. Bo'lmasam orqasiga qaytib ketadi. Shu paytgacha Hazrati Azroil alayhissalom hech kimni jonini so'rab turib olgan emas. Bundan keyin ham so'ramasdan jonini oladi. Faqat bu imkoniyatni hurmatingiz uchun Alloh sizga berdi deb bashorat bergan ekanlar. Payg'ambarimiz dardga chalinib qolib vazmin bo'lib yotganlarida qiynalib yotgan otalarini ko'rgan Fatima onamizni yig'laganlarini ko'rib, ey Fatima, bundan keyin otang qiynalmaydi. Bundan keyin otang bu jabr va jafoni chekmaydi dedilar. Va Fatima onamizni quloqlariga bir narsani shivirlab qo'yganlarida Fatima onamizning yuzlarida tabassum paydo bo'lgan ekan. Ya'ni men dunyodan ketganimdan keyin meni ahlimdan birinchi bo'lib menga yetishadigan zot sen bo'lasan degan ekanlar. Haqiqatdan ham Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni vafotlaridan keyin oradan 6 oy vaqt o'tgandan keyin Hazrati Fatima onamiz ham dunyodan ko'z yumgan ekanlar. Hazrati Azroil alayhissalom Payg'ambarimizni huzurlariga chiroyli bir suratda kirgan ekanlar. Assalomu alaykum ya Muhammad, Allohning habibi. Meni sizni huzuringizga Rabbim yubordi. Habibimni huzuriga chiroyli bir suratda kirgin. Agar ijozat bersa jonini olgin, bo'lmasam orqangga qaytgin degan Allohning buyrug'i bo'ldi. Agar ijozat bersangiz men bugun joningizni olaman. Bo'lmasam orqamga qaytaman dedilar. Shunda Jibril alayhissalomga qaradilar. Jibril alayhissalom, Alloh sizga mushtoq birodarim Muhammad dedilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, ey birodarim, ko'kargan daraxt borki qurimasdan ilojisi yo'q. Nur sochgan quyosh borki botmasdan ilojisi yo'q. Kamolga yetgan narsa borki orqaga qaytmasdan ilojisi yo'q. Dunyoga kelgan inson borki dunyodan ketmasdan ilojisi yo'q. Agar safarim intihosiga yetgan bo'lsa, bu dunyodan ketadigan daqiqalar yaqinlashgan bo'lsa, vazifangizni ado qiling, jonimni oling dedilar. Hazrati Azroil alayhissalom payg'ambarimizni jonlarini olayotgan paytlarda jon kindikka kelganda jon berish ham shunaqalik og'ir bo'ladimi degan ekanlar. Jibril alayhissalom yuzlarini o'girib turganlarini ko'rib, ey birodarim Jibril, nimaga yuzingizni o'girib turibsiz dedilar. Shunda Jibril alayhissalom, birodarim Muhammad, meni yer yuzidagi hojatim siz edingiz. Siz tufayli Allohning hukmini yetkazib turardim. Sizni vafotingiz tufayli meni ham xizmatim nihoyasiga yetib turibdi. Birodarini sakaratda turganligini, do'stini jon berayotganligini ko'rish do'st uchun og'ir bo'lar ekan.
qarab turishga men toqat qilolmadim, yuzimni o'girdim dedilar. Shunda Hazrati Oysha onamiz rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz jon berayotgan paytlarda meni tizzamga boshlari qo'yilgan holatda ko'zlarini ko'kka tikib bir narsani pichirlab turdilar. Yuqoridagi yo'ldoshlarimga yetkazgin, yuqoridagi yo'ldoshlarimga yetkazgin deb tinmay Allohga iltijo qildilar. Shunda savol qildim, yo Allohning rasuli, bizni ko'yingiz tusamay qoldimi? Yuqoridagi yo'ldoshlaringiz kim deb savol qilsam, yuqoridagi yo'ldoshlarim payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar deb javob qildilar. Jon berayotgan paytlarda lavlari tinmasdan pichirlab turdi. Oxirgi nafaslariga quloq soldik. Janob Rasulullohning bu dunyodagi oxirgi so'zlari usikum bis-sola, usikum bis-sola, usikum bis-sola. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Namozga ehtiyot bo'ling. Ummatim, ummatim deb Janob Rasululloh oxirgi nafasda, oxirgi daqiqalarda ummatim deb omonat topshirdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Biz Allohnikimiz va Allohga qaytguvchimiz.